Aziz vatandoshlar, siz Rossiyada ishlayapsizmi va hujjatlar bilan bog'liq muammoga duch keldingizmi? Biz sizga barcha rasmiy xizmatlarni tezkor va ishonchli taqdim etamiz. Bizning xizmatlar: registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasi. Hoziroq biz bilan bog'laning va ishingizni xotirjam davom ettiring. Murojaat uchun ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Rossiya xalqini hech qachon yengib bo'lmaydi. Bu hech qachon bo'lmagan va hech qachon bo'lmaydi, dedi Vladimir Putin. Butun Rossiya xalqi maxsus harbiy amaliyot ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlaydi. Biz Rossiya g'alabasi uchun hamma narsani qilamiz va o'z maqsadlarimizga erishamiz, dedi Vladimir Putin. Vladimir Putinning boshqa bayonotlari: Rossiya xavfsizlik, adolat va haqiqatni himoya qilishda davom etmoqda. Rossiya xalqi sinovlar va mamlakatga bo'lgan tazyiqlarga ichki jipslik bilan javob qaytardi. G'arb Rossiyaga qarshi cheklovlar soni bo'yicha ham, ularning befoydaligi bo'yicha ham rekordlar o'rnatmoqda. Davlat Dumasi deputatlari xalq vakillarining yuqori maqomini to'liq oqladi. Putin ularga Rossiya farovonligi yo'lidagi hamkorlikdagi mehnati uchun minnatdorchilik bildirdi. Rossiya iqtisodiy o'sish sur'atlari bo'yicha Yevropa ittifoqidan o'zib ketmoqda. Albatta, bundan ham ko'prog'ini xohlardik, ammo inflyatsiyaning tezlashish xavfi bor, deya qo'shimcha qildi Rossiya rahbari. Rossiya maxsus harbiy operatsiyada o'z maqsadlariga erishadi. Xalqimizning kelajagi xavf ostida. Bu mubolag'a emas, shunday, dedi Vladimir Putin. Davlat Dumasi spikeri Volodin minbarda turib shu so'zlarni aytdi. Rossiyaliklar erkin va ochiq mamlakatda yashashmoqda. Biz erkin, ochiq mamlakatda yashayapmiz. Qolgan barcha davlatlar esa bizga hasad qilmoqda. Avvalroq Davlat Dumasi spikeri minbardan turib 5 marotaba Rossiya, Putin g'alaba deb hayqirgandi. Shundan so'ng u Putindan jasoratli mehnati uchun ordenni qabul qilib olgan. Putin har sohani A'dan Yagacha mukammal egallagan. U o'z sohasida butun umr ishlagan mutaxassislar bilan ham chuqur bilimga asoslangan bahslar olib borishga qodir, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Putin urushni to'xtatishga tayyor emas. U 500 ming kishini safarbar etishga tayyorlanmoqda, dedi Vladimir Zelenskiy. Putin urushni to'xtatishga tayyor emas. U safarbarlikni kuchaytirmoqchi, ochiqchasiga emas. Chunki u o'z jamiyatidan qo'rqadi. Ammo biz unga logistika, qurol-yarog', benzin, dizel yonilg'isi bilan bog'liq muammolar tug'dirmasak va hamkorlarimiz sanksiyalarni kuchaytirmasa, u buni oktyabr oyining boshida amalga oshiradi, dedi Ukraina rahbari. Zelenskiy ichki noroziliklarga qaramay, Rossiya hukumati uchun 500 mingtagacha odamni safarbar etish qiyin bo'lmasligini aytdi. Chunki ijtimoiy so'rovnomalar natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning katta qismi safarbarlik va urushga qarshi bo'lsa-da, Putinni qo'llab-quvvatlashda davom etishini ta'kidlamoqda. Biroq Rossiya safarbar etilganlarni tezlikda tayyorgarlikdan o'tkaza olmaydi. Bu esa jang maydoniga yana yaxshi tayyorgarlik ko'rmagan odamlar yuborilishini va katta yo'qotishlar kuzatilishini anglatadi, dedi Ukraina rahbari. Odamlarning Putinga juda ko'p savollari bor. Benzin qayerda? Nima qilish kerak? Logistikasiz qanday yashash mumkin? Dizelsizchi? Shunday ekan, bu juda qiyin. Putin o'z jamiyatidan, ichki qiyinchiliklardan, unga nisbatan savollardan va ichki kayfiyatdan qo'rqadi, dedi Vladimir Zelenskiy. Biz yangi front ochilishining oldini olish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishimiz kerak. Lekin rostini aytsam, Eronliklar va Shimoliy Koreyaliklar allaqachon bizga hujum qilishgan, dedi Zelenskiy Tehronning tahdidlariga izoh berar ekan. Eronning to'g'ridan-to'g'ri hujumi xavfini ko'radimi degan savolga prezident Eron allaqachon Ukrainaga qarshi urushda samarali ishtirok etayotganini aytdi. Rossiya AQSh va Ukraina muhokama qilayotgan havo sulhiga munosabat bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Washington va Kiyev o'rtasidagi muhokama qilinayotgan havo makonidagi sulh taklifiga munosabat bildirib, bu haqida gapirishga hali erta ekanini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Moskva yangi tashabbuslarni faqat Rossiya manfaatlariga mos kelsagina ko'rib chiqadi. Vaqt o'tishi bilan turli formulalar yoki takliflar ilgari surilishi mumkin.
keyingi jarayon esa ularning bizning manfaatlarimizga qanchalik mos kelishiga bog'liq bo'ladi, dedi Kreml vakili. Reutersga ko'ra, havo makonidagi sulh bo'yicha muhokamalar Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning AQSh rahbari Donald Tramp bilan rejalashtirayotgan uchrashuv arafasida tinchlik muzokarasini qayta jonlantirishga qaratilgan yangi diplomatik urinishlarning bir qismi sifatida baholanmoqda. Washington Tehron bilan faol muzokara olib bormoqda, ammo ular muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda AQSh kuchli zarbalarni qayta boshlaydi, dedi Donald Tramp. Men Rossiya Eronga sun'iy yo'ldosh tasvirlarini taqdim etgan deb o'ylamayman, lekin bu haqida Putindan so'rayman, dedi Donald Tramp. Agar shunday bo'lgan taqdirda ham buning bizning amaliyotimizga katta ta'siri bo'lmagan, deya qo'shimcha qildi AQSh rahbari. Biz Venesueladan ulkan miqdordagi pullarni, milliardlab dollarlarni olyapmiz. Eron bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Biz nazorat qilayotgan Tehronga tegishli pullar kemalarga Eron tomonidan yetkazilgan ziyonlarni qoplashga sarflanadi. Yomon emas, to'g'rimi? dedi AQSh rahbari. Chernogoriya hukumati Rossiya bilan viza rejimi joriy qilinganini e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, 1-noyabrdan boshlab rossiyaliklar Chernogoriyaga kirish uchun viza olishlariga to'g'ri keladi. Shuningdek, endilikda Belarus, Xitoy, Turkiya va Saudiya Arabistoni fuqarolari ham Chernogoriyaga borishda viza olishlari kerak bo'ladi. Chernogoriya hukumati ushbu yangi tartibni o'z viza rejimini Yevropa ittifoqi me'yorlariga muvofiqlashtirish zarurati bilan izohladi. Zelenskiy Trampning eng sevimli siyosatchisiga aylanishi mumkin, dedi Polsha tashqi ishlar vaziri. Donald Tramp g'oliblarni yaxshi ko'radi. Ukraina esa u kutgandan ham kuchliroq ekanini ko'rsatmoqda. U o'zining dronlari va raketalari yordamida Rossiya hududining ichkaridagi nishonlarga zarba bermoqda. Shuning uchun yaqin orada Vladimir Zelenskiy Trampning eng sevimli siyosatchisiga aylansa, bundan ajablanmayman, dedi Radoslav Sikorskiy. Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi Kaspiy dengizidagi kemalarga qilingan hujumlar qabul qilinishi mumkin emasligi e'lon qilindi. O'tgan hafta Ukraina qurolli kuchlarining dronlari ushbu suvlarda Eron savdo kemasiga hujum qildi. Turkmaniston Kaspiy bo'yidagi davlat va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tan olingan doimiy betaraflikka ega davlat sifatida Kaspiy dengizi tinchlik, hamjihatlik va yaxshi qo'shnichilik dengizi ekanligini ta'kidlaydi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi Qrimda Rossiyaga tegishli S-400 raketa majmuasining uchirish qurilmasi va radar stansiyasini yo'q qildi. Eronlik deputat Ukrainaga tahdid qilmoqda. Eronga qilingan har qanday hujum har doim o'z oqibatini ko'rsatmoqda va bu bugungi kunda ham shundayligicha qolmoqda. AQSh va Isroil buni juda yaxshi tushunadi. Ukraina ham tez orada Eron bunday harakatlarni javobsiz qoldirmasligini anglashi mumkin. Xato hisoblanganlar ro'yxati o'sishda davom etmoqda, deb yozgan Eron parlamentining Milliy xavfsizlik tashqi siyosat qo'mitasi raisi Ibrahim Azizi. Eron tashqi ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, Zelenskiy Yevropani urushga jalb qilish maqsadida Isroilning buyrug'i bilan Eron kemasiga hujum qilishni buyurgan. Aroqchi bu voqeani Kallas va Lavrov bilan muhokama qilganini va hujum javobsiz qolmasligini aytdi. Defense nashrining xabar berishicha, Eron Ukrainaga to'g'ridan-to'g'ri o'z hududidan ballistik raketa yordamida zarba berishi mumkin. Gahard, Emmat va Sejil raketalarining taxminiy masofasi 2000 kilometrni tashkil qiladi. Eng uzoq masofali raketa esa Xurramshahr bo'lib, u Isroilga qarshi zarbalar bilan taxminan 4000 kilometr masofaga ucha olish qobiliyatini isbotladi. Ukrainada mavjud bo'lmagan Txat va Ardo raketaga qarshi mudofaa tizimlari asosan bunday raketalarni samarali ravishda ushlab turishga qodir.